kunda qancha gapiraman deb o'ylaysiz? Hisob-kitoblarga ko'ra bitta inson bir kunda 15 mingtadan 20 mingtagacha so'z ishlatar ekan. Hozirgi kunda bo'lsa o'rtacha umr davomiyligi 70 yil. Shuncha vaqt davomida esa bitta odam 380 millionta so'z aytadi. Va mana shu insoniyat tarixi davomida 400 kvintillion so'z ishlatgan. Ya'ni buning ichida bizning so'zlarimiz ham bor, ota-bobolarimizni, undan yog'ini hammasi. Lekin keyingi ma'lumotni qanaqa qilib sizlarga aytaman bilmadim. Ichim qizib ketyapti. Bitta aytishim kerak va siz uni tushunishingiz kerak. Xullas, insoniyat o'z tarixida 400 kvintillion so'z ishlatgan. Lekin koinotni biz ko'ra oladigan qismida 10 septillion yulduz bor. Ya'ni demoqchimanki, borliqdagi biz ko'ra oladigan yulduzlar 10 septillionta va bu insoniyat tarixidagi barcha so'zlardan ham ko'proq degani. Tushunyapsizlarmi? Wow, qanchadan qancha xotinlar tinmasdan g'iybat qilib ham bu rekordni yengila olmaydi. Va bu tasavvur qilasizlarmi? Shunchaki biz ko'ra oladigan qismdagi yulduzlar soni xolos, hali ko'rmaganlarimiz qancha.